kelibsizlar, yaxshi keldinglar. Sovchi kelgandan keyin nimalar bo'ladi? Salom bering, qizim. Assalomu alaykum. Oldin yigitlar bilan ko'rishishing uchun oyingdan bekinib, begona podyezdlarga kirib, bo'yanib yurishingga to'g'ri kelgan bo'lsa, endi bo'lajak kuyov bolaga yoqishing uchun oying o'zlari seni kiyintirib, bo'yantirib uchrashuvga chiqarib yuboradilar. Qani qizim, olma. Omadli yo'l bo'lsin. Ha, bu mehribonchiliklarning hammasi baxtli bo'lishing uchun, lekin ko'proq kontraktingni to'lashdan qutulishlari uchun. Kunlari uchrashuvga chiqasan. Bolalarga nima bo'lgan? Bittasi jinni, ishlatasizmi? Nimani? Kallani. Bittasi narkoman. Nima qilyapmiz o'zi? Qo'yavering, mana shu yerda bo'lishi kerak. Bittasi mandanam nежный. Ular bilan har xil restoranlarga borasan, lekin ovqat yemasdan qaytib kelasan. Chunki oying qonim to'q deb aytgan deb tayinlab o'rganlar. Dugonalaring ham erga teg deb ezib boradi. Ularga baxting вообще qiziq emas. Erga teggandan keyin nimalar bo'lganini aytib bersang bo'ldi. Ona bola shpiyonlar bo'lajak kuyovni mahallasiga borib surishtirib, birato'las pismiqlarcha uyini ham ko'rib kelasizlar. Oyi, qarang, xunuk-ku. Voy, qaragin, chiroyli-ku. Xarakteri ham g'alati ekan. Voy, xarakterini nima qilasan? Sen uni yuragini kengligini, qalbini go'zalligini qaragin. Rostdan ham chiroyga nom botirib yurmadim. Peshanamga mana chiroyli qalbda yashash yozilgan ekan-da. 20 ga kirib qari qiz bo'lib qolmasimdan oldin oyim qilgan ish qilib qolaman. Boyga teging, boy bo'ling, yaxshi qoling, yaxshi. Pak.